Yapon olimlari stomatologiyada inqilob qilishdi. Ya'ni endi tishlarni o'stirish bu ertak emas, balki ayni ilmiy haqiqat. Odatda insonlarda ikki to'plam tishlar bo'ladi, ya'ni sut tishlari birinchi va ikkinchisi doimiy tishlar. Lekin aslida insonlarda yana uchinchi to'plam tishlarning kurtaklari ham bo'ladi. Lekin ular faollashmaydi. Sababi organizmimizda USAG1 degan oqsil ushbu faollashni to'xtatib bloklab turadi. Yangi TRG035 dorisi esa ushbu oqsilni blokdan yechadi va yashirin kurtaklarni uyg'otadi. Natijada esa yangi tishlar o'sa boshlaydi. 2021-yilda Yapon olimlari ilk tekshiruvlarni sichqonlarda o'tkazishdi va ushbu sichqonlarda birgina inyeksiyani o'zi tishlarda bitta tishni to'liq emal, dentin va nervlari bilan shakllanishiga sababchi bo'ldi. 2024-yil sentyabr oyiga kelib, yaponlar ilk bor klinik tekshiruv usullarini odamlar ustida boshlashdi. Hozir esa klinik tekshiruvlar davom etmoqda. Agar ushbu klinik tekshiruvlar ijobiy natija beradigan bo'lsa, unda millionlab tishlar yetishmovchiligi bor bo'lgan insonlarning muammolari hal bo'lishi mumkin. Albatta, hozircha bu implantlarni o'rnini bosa olmasligi mumkin. Lekin ilm-fan tez jadal rivojlanib bormoqda. Olimlarning prognozi bo'yicha, agar ilm-fan shunday davom etsa, 2030-yilga chiqib esa bu narsa amaliyotga qo'llanilib, sotuvga ham chiqishi mumkin. Bu videoni implant qo'ydirishdan qo'rqib yurgan tanishlaringizga tashlab qo'ying va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'ling.